Siz 50 yoshdan oshgansiz va sizda peshob kelishi bilan bog'liq muammolar bor. Bu muammolarni aytishga uyalasiz, mutaxassis kimga uchrashni bilmaysiz, oila a'zolaridan uyalasiz va hattoki shuni oqibatida birorta bir jiddiy asoratni orttirib oladigan holatga ham yetib kelgan bo'lishingiz mumkin. Bugungi videomiz mana shu holatda aynan prostata bezi adenomasi degan kasallikni qanday qilib davolash kerak, qanday yondashish kerak, kimga borish kerak, nima ishlar qilinadi, hammasi haqida gaplashamiz. Chunki bu kasallikning eng yomon tomonlaridan biri to'liqligicha siyolmay qolishingiz mumkin. Asoratlar, u asoratlarni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Bu holatlar kelib chiqishi mumkin. Va yana bitta yomon narsa, parallel ravishda rak kasalligi, ya'ni prostata bezi rakini orttirib olish holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun hozir o'tirib, joylashib, astoydil quloq solib tursangiz, sizga bu kasallik haqida to'liq tushuncha va ma'lumotni berib o'taman. Boshlaydigan birinchi masalamiz bu o'zi adenoma degan kasallik nima? Prostata bezidagi adenoma aynan mana shu bezni kattalashib borishi sekin-astalik bilan yillar mobaynida. Bu kasallikda eng yomon tomoni esa o'zi yaxshi sifatli o'sma, lekin aybi prostata bezi kattalashadi, sidik kanal o'rtasidan o'tgan. Shu kanalni siqib qo'yadi. Mana shu oqibatida turli xil peshobdagi muammolar kelib chiqadi. Bular nimalar? Tez peshobga qatnayotgan bo'lishingiz mumkin. Sidik oqimi pasaygan, tomchilab qoladi. Kirib chiqqaningizdan keyin yana qistaydi, yana qaytib hojatga kirasiz. Boshqacha aytganda, hojatxonaga sizni a'zo qilib qo'yadi. Kechalari esa uyqusizlik. Bu uyqusizlik nimani hisobiga? Tinmasdan uyg'onasiz, hojatga kirib chiqasiz, 4 marta, 5 marta, 8 martagacha kirib chiqishingiz mumkin. O'z-o'zidan uxlolmaysiz. Uxlolmaganingizdan keyin toliqish, haddan tashqari toliqish sizni hayot sifatingizni butunlaycha buzib yuboradi. Asabiy bo'lib qolasiz. Shuning uchun bunday holatda juda ko'pchilik insonlar, erkaklar atrofini o'rab turgan oila a'zolaridan uyaladi. Aytishga, buni ochiqlashga va bitta kasallikdagi kamchilikni mana shunga hamroh qilib oladi. Bu nima? Kasallik sekin-astalik bilan rivojlanadi. Shikoyatlar ham o'z navbatida sekin-astalik bilan kuchayib boradi va sizni ko'niktirib qo'yadi. Ko'nikkaningizdan keyin qanday qilib asoratga yetib borganingizni o'zingiz ham bilmay qolasiz. Shuning uchun hozirgi tushuntiradigan narsalarim aynan sizni foydangizga ishlaydi. Bular sizga bu borada 8 yillik tajribamdan va bu temadagi o'tkazilgan yuqori texnologik operatsiyalarimdan, bemorlar bilan qilayotgan suhbatlarimdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, hozirgi holat uchun maxsus testlar bor. Aynan shu testlardan siz uchun eng mosini tanladim va Telegramga joylab qo'ydim. Buni qanday kirish kerakligi bo'yicha aynan instruksiyani, linkni boshqacha aytganda sizga qoldiraman. Ana shunga kirsangiz, to'g'ri o'sha joyga borasiz. U yerda o'zingizning ma'lumotlaringizni ma'lum darajada kiritasiz va savollar chiqadi. Savollarga sekin-astalik bilan test variant ko'rinishida javob berib borasiz. Oxirida chiqqan ball aynan sizdagi to'plagan ballingiz. Bu o'qishga kiradigan ball yoki boshqa ball emas. Sizni mana shu kasalligingiz qanchalik darajada yengil holatda turibdimi, o'rta og'ir holatda turibdimi yoki og'ir darajaga yetib keldimi? Qachon o'rningizdan turishingiz kerak, qachon mutaxassisga borishingiz kerak, bu haqida yo'nalish beradi. Ya'ni siz uyda o'tirib ham mana shuni bajarib qo'yish orqali siz uchun eng foydali ishlardan bittasini qilgan bo'lasiz. Endi bu kasallikda ko'rinishlari qanday kechadi? Shikoyatlarning asosiy qismi sidik oqimini pasayishi hamda tez peshobga chiqish. Qoldiq sidik qo'shilganda esa o'sha sizda asoratlar boshlanishni boshlaydi. Ya'ni qoldiq sidik o'z navbatida sidik qopida qoladi. Sidik qopida qolgan sidikni sidik qopi muskullari ishlab chiqarib tashlashga harakat qilaveradi. Bu esa ularda trabekulyar deydi biz tilda, o'ydim chuqur holatlarni keltirib chiqaradi. Keyinchalik esa g'ovak bo'shliqlarga aylanadi.
Bu qovuqni keyinchalik bu kasallikni bartaraf qilgan taqdiringizda ham aynan mana shu asorat sizda qolib ketadi. Bu siyishdagi muammongiz tuzalishiga xalaqit beradi. Bu holatda siz doktorga borib ko'rgansiz. Borgan vaqtingizda sizga dori vositalarini yozib bergan. Dorilarni ichdingiz. Qandaydir darajada yordam berdi va dori to'xtagan paytda yana eski holatga qaytdi yoki umuman yordam bermadi. Demak, siz уже bu kasallikka e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni urolog oldiga borish kerak emas. Aynan mana shu kasallikni davolovchi operatsiya qiladigan mutaxassisga uchrashingiz kerak. Hozirgi kunda bu masalani eng oxirgi yuqori texnologik operatsiya usullari, ya'ni hech qayeringizni kesmasdan, og'riqni sezmasdan oddiy yo'l bilan 2 kun ichida hal qilib chiqib ketadigan usullari mavjud. Bu usullarga biroz keyinroq to'xtalaman. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, dori vositalari haligi eng yengil holati, ya'ni o'sha testdagi eng yengil darajasida sizga foyda keltiradi. Lekin bu kasallikni tuzatmaydi. Faqatgina shikoyatlarini yengillashtirib turadi xolos. Va bu dorilarni siz uzoq vaqt mobaynida ichib yurishingiz kerak bo'ladi. Bunday dorilar qatoriga alfa adrenoblokator degan guruhga kiruvchi dori vositalari, ya'ni tamsulazin, doksazazin va shunga o'xshash dori vositalari kiradi. Bularning shakllari juda ham ko'p. Bu dorilarni ichib men tuzalaman deb o'ylaysiz. Lekin bu dorilar faqatgina siydik kanalingizni bo'shashtirgan hisobiga naporni yaxshilab, siyishingizni miqdorini, qoldiq siydik qolishini kamaytirib turadi xolos. Shuning uchun siz o'rningizdan turingda, men aytgan test ishlab bo'lgandan keyin xohlasangiz quyidagi raqamlar orqali menga murojaat qilishingiz mumkin. Prostata bezining yuqori texnologik operatsiya usullari bu transuretral rezeksiya degan operatsiya turi bor, vaporizatsiya metodikasi bilan qilinadigan turi bor, lazerlar yordamida hal qilinadigan, hattoki apelsinni postini shilib olganday darajada sizni bu prostata bezingizni chiroyli qilib ajratib oladigan va bu narsadan bir umrga xalos qiladigan yo'llari bor. Va zamonni ketuvini qarangki, hozirgi kunda hech qanday operatsiyasiz oddiy muolaja bilan bu narsani hal qiluvchi yangi texnologiyalar уже chiqmoqda. Dunyo tajribasidan o'tdi va O'zbekistonga bu narsani yaqin o'rtada olib kirishga harakat qilyapmiz. Bu ham sizlar uchun qandaydir darajada manfaatli bo'ladi. Bu borada esa keyinroq to'xtalib o'tamiz. Hozirgi asosiy masala yengil darajada bo'lsa, dori vositasini qabul qilib, uy sharoitida qilishingiz kerak bo'ladigan asosiy yo'nalishlarni berib o'taman, shularga amal qilib yursangiz bo'ladi. Lekin dorilar yordam bermagan bo'lsa, muammongiz haddan tashqari jiddiylashib borayotgan bo'lsa, o'sha uyqungizda halovat bo'lmayotgan bo'lsa, unda albatta ana shunaqangi operatsiyalar o'tkazadigan mutaxassisga murojaat qilish vaqti bo'ldi. Operatsiya jarayoni qanday bo'lib o'tadi? Hech qanday kesmalarsiz, og'riqsiz kelasiz, kerakli tekshiruvlardan keyin mana shu operatsion stolda o'tirasiz va beldan pastki sohasini spinal anesteziya yordamida og'riqsizlantirib, hushingizda bo'lasiz. Monitorda bo'layotgan jarayon, operatsiya jarayonini ko'zingiz bilan ko'rib yotasiz. Hammasi chiroyli o'tadi, operatsiya yakunlanadi, sizni palataga olib chiqishadi, haligacha hushingizdasiz, ya'ni hech qanday uyqu yo'q va og'riqsiz, hech qanday o'zgarishlarsiz 2 kun nazoratda bo'lasiz. Shu bilan mustaqil o'zingizni seyish aktingiz qanchalik darajadaligini shu yerni o'zida ko'rib, xotirjam uyingizga qarab ketasiz. Bo'ldi, hammasi tugadi. Oddiy narsa. Faqatgina mas'uliyat va e'tibor. Sizga endi qaysi operatsiya turi mos kelishini albatta qabulda tekshiruvlardan keyingina aniq ma'lumot berib o'tishimiz mumkin. Chunki hammada prostata bezi har xil hajmda hamda har xil ko'rinishda va shikoyatlari ham shunga yarasha har xil bo'ladi. Uy sharoitida siz bu kasallikni yanada yomonlashib, sizni hayot sifatingizni yomonlashtirmasligi uchun ahamiyat beradigan bir nechta qoidalar bor. Bular albatta hech qachon sovuq suvga yoki sovuq joyda tahorat qilmang. Ikkinchisi, achchiq, sho'r, gazli narsalarni iste'mol qilmang. Uchinchi masala, zararli odatlaringiz bo'lsa, uni to'xtating. Va to'rtinchisi, imkon darajasida o'z vaqtida hojatxonaga kirishni odat qiling. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, sizlarga bitta narsani eslatma sifatida aytib o'tmoqchiman.
hozirgi kunda bizni qabulimizga bu masalada kelayotgan bemorlarning asosiy qismi asoratlardan keyin kelmoqda. Bu asoratlarni keyin orqaga qaytarib bo'lmaydi. Bunday mas'uliyatsizlik shu bemorlarda biz bu operatsiyani o'tkazgan taqdirimizda ham o'zi xohlagandek natija ola olmasligi mumkin. Shuning uchun har doim hamma narsa o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Mana sizlarga bitta bemor misolida aytib o'taman. Bir bemor o'zi masjidda imom xatib bo'lib ishlaydi va peshob kelishidagi muammosi shu darajaga yetganki, tahoratni ushlab tura olmaydigan holatga kelib qolgan. Qabulimga keldi, ko'rdim, tekshiruvlar qilgan vaqtimda siydik qopi kamera bo'lib ketgan va ichlarida toshlar yig'ilib ketgan. Bemor bemalol peshobga chiqa olmaydi. Har 15 daqiqada kirib chiqadi, siya olmaydi. Kirib chiqadi, ozgina siyadi, qaytib chiqadi, achishlar, hayot sifati to'liq izdan chiqqan. Va prostata bezi shu darajada katta bo'lib ketganki, umuman siyishiga imkon bermaydi. Bemorga bo'layotgan asoratlar haqida to'liq ma'lumot berdik. Qovug'idagi toshlar bilan birgalikda prostata bezidagi adenomasini olib tashladik. Xudoga shukrki, bemordagi asoratlar u bizni keltiradigan natijamizga uncha xalaqit bermadi. Hozirgi kunda bu bemor to'liq bemalol tahoratini o'z vaqtida qilib, namozlarini to'liqligicha ado etib yuribdi. Sizga qaysi operatsiya turi mos kelishligi, o'zi operatsiya qilish kerakmi yoki dori-darmonlar bilan biroz kutamizmi? Bu masalalar hamma uchun individual. Ya'ni qabulimga kelgan vaqtingiz bu tekshiruvlarni o'tkazamiz va sizga qaysi operatsiya turi mos kelishligi haqida to'liq ma'lumot beraman. Menga bog'lanish uchun quyidagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilishinglar mumkin yoki kommentariy orqali ham ma'lumot qoldirsanglar bo'ladi. Navbatdagi videoyimiz ham sizlar uchun juda ham qiziq bo'ladi. Ya'ni o'sha jinsiy olat ishlamay qolgan holatda unga o'rnatiladigan implant protezlar. Aynan mana shu mavzuni to'liqligicha keyingi videoyimizda ma'lumotga ega bo'lib olasiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizlar faqat sizlar uchun xizmat qilamiz.